Mana shu qovun qoqini yeyish uchun 1100 kilometr bosib o'tdik. Avvalgi jamoa bilan yig'ilib, o'z reysimizga o'tirib, to'g'ri Urganch shahriga yo'l oldik. Aeroportdan chiqishimiz bilan Xorazmning issig'i nima ekanligini tushunib yetdik. Mana shunday avtobusda Urganchdan Xivaga yetib oldik. Xivada esa biz yaqindagina qurilgan Arda Xiva mehmonxonasiga joylashdik va bizga yarim soatda tayyor bo'laring degan gapni eshitishimiz bilan oyog'imizni qo'limizga olib tez kiyimimizni almashtirib oldik. Wow, O'zbekistonda men bunaqa katta tarixiy obida ko'rmagandim. Buni ichida 60 dan oshiq tarixiy obyektlar bor ekan. Shopping qilishga hali 2 kun vaqtingiz bor deb jamoadagilar tez ichkariga qovun sayli bo'layotgan joyga olib kirib ketishdi. Avvaliga bitta poliz mahsuloti uchun saylam qiladimi deb o'ylagandim. Kirsam, dunyodagi qancha qovun turi bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda aniq bor. Hamma yoq o'yin kulgu, stendlar, qovunni hidi esa hamma yoqni o'rab olgan. Voy, eng asosiysi hammasi tekin. Aniq bilaman, bu yerga kelgan turistlar buncha qovunni bir joyda hech qachon ko'rishmagan. Hattoki men ham. Qovun saylini ochilish marosimi esa alohida mavzu. Yulduzlar yog'dusi salyut bilan yakunlandi. Tadbirdan so'ng esa butun O'zbekistonga juda mashhur bo'lgan Sofra restoraniga bordik. Ishoning, bir kunimiz qanday o'tib ketganini bilmay ham qoldik.